Assalomu alaykum. Halimjon aka to'g'risida, Muhsin aka ikki og'iz kasalligi to'g'risida va hozirgi holatlari to'g'risida. Nimada bular gapiradilar, kelgan o'shanda kelish bilan bir tekshiruv qilamiz. Bundan keyin transplantatsiya bo'lamanmi yo'qmi? Bular maqsadi yo'q edi shekilli. Transplantatsiyaga lekin bayda kelishimizda tekshirdik. Tekshirishdan keyin aning bo'ldi, buni jigar transplantatsiyaga o'sha transplantatsiya qilish kerak. Jigar sirozi bo'ldi. Halim aka, mana siz hozir bu yerga Hindiston davlatiga kelishdan oldin O'zbekistonda qildirmoqchi bo'lgansiz. Uydagi holatingiz, shu yergacha yetib kelganingizcha sizda qanday holat bo'lgan? Ancha holsiz edimda. Davolanish bo'lganida, operatsiya bo'lgandagi holatlar o'zgarib ancha yaxshi. Sizni nima sababdan uyda pastelni rejim qilib qo'yishgan? Buni bilmayman. Issiq ovqat ichish mumkin emas, parhez, qimirlash mumkin emas deb. Yo'q, buncha yo'rlagan emas o'shanda. Qizil. Bungacha bor. Ha. Yo'rlagashni tugib qo'yganda, o'shaning hisobiga meni nima qilishmagan. Issiq narsa berishmagan. Qimirlatmay yotqizib qo'ygan. O'shanda agar kezilongan qo'ysa, undan keyin xohladigan ovqat, xohladigan narsa kelish mumkin ekan. O'shanda shunaqa qilman, kemillaman, unaqa har xil narsa deb kasallikka qarab yo'tkazadi. Unaqa narsa yo'q ammo, lekin birinchi agar kasallikka qarab uni lechini bersa, yaxshi bo'lib bo'lsa, masalan endoskopiya kelsa, jigar bo'yicha yo'g'onichak yo'rilib kelsa, unda instant klipdan keyin hech qanaqa muammo yo'q bo'lmaydi. Undan keyin xohladigan ovqat yeyaverasiz, xohladigan narsa qilaverasiz. Faqat bir kundan suyuqli ovqat berishadi. Birinchi kun. Birinchi kun. Undan keyin xohladigan ovqat yeyish mumkin ekan. Endi kasallikka qarab parhez aytamiz, lekin parhez uncha ham bo'lmaydi. Ammo faqat o'zgina shu suyuqli narsa birinchi kun ichish kerak. Undan keyin xohladigan narsa yeyaverasizlar. Aka, mana Hindiston davlatiga yetib keldingiz. Birinchi o'rinda sizni O'zbekistonda Toshkentda operatsiyadan tashqari Hindistonga yo'nalish olasiz deganda donor masalasi oldiga tashlangan sizda, to'g'rimi? Ayolingiz donorlik qilmoqchi bo'lgan. Yo'q. Sizga ayolingiz tashabbus ko'rsatganda men donor bo'laman deganida siz qanday fikrda bo'ldingiz? Sizga, ya'ni turmush o'rtog'ingiz ayolingiz jigarini ma'lum bir qismini beradi. Endi bizda boshqa ham chora yo'q edi. Boshqa donor yo'q edi. O'zingizni aka-ukalaringizchi? Ukam bor, ukam o'ta nimada? Semiz. O'sha uni olishini kutish uchun bir yil kutamiz-da. Ha, endi yana bitta savol, qisqacha. Shu hayotingiz davomida necha yil turmush qurdilaringiz? 2006-yil bo'lsa to'yimiz. Mana 20 yil bo'ldi. Eng katta farzandingiz necha yosh? 18 yosh. 4 ta qizingiz bor ekan-a? Jannatli inson ekansiz. Allohim suygan bandasiga qiz beradi deydi. Endi bitta narsada ayolingiz donorlikka tayyor turibdi, bo'laman deb. Shu hayotingiz davomida ayolingizni urishganlaringiz, yuragini og'ritganlaringiz payt esingizga tushib turib, menga donorlik qilyapti deb turib, qandaydir fikrlar o'tdimi xayoldan? Xayoldan o'tdi-yu, endi o'ziga aytganim. O'ziga ayta olmadingiz-a? Nega erkak kishilar shunday bo'ladi? Bo'ladi, shunaqa. Mana video hozir biz montaj qo'yib ommaga qo'yamiz. Mana shunaqangi insonlarga, mana agar siz ayolingiz kasal bo'lib qolsa, bo'lmasin birinchidan. Jigar berish kerak bo'lsa, bera olarmidingiz? Jonimni ham beraman. Yo'q, onangiz rozi bo'lmasa-chi? Endi ularni ko'ndirishga harakat qilaman birinchi o'rinda. Ha. Lekin men ko'p sinovlardan o'tgan odamman-da. Bundan tashqari. O'shaning uchun men hayot davomida bilaman. Kim qanday holatda men o'zimdan kechaman birinchi o'rinda. Endi Muhsin aka, mana hozir ayoli donorlik qildi. Ayolini tekshirdilaringiz. Bitta savol odamlarga kelib chiqadiki, begona donor bo'lmaydi deymiz. Lekin ayoli ham eriga begona-ku. Begona endi u qonun bo'yicha deyiladi. Qonun bo'yicha. Shunday emas. Boshqa odam donorlik qilolmaydi. Xotin begona bo'ladi, lekin o'sha qonuniy nikoh bo'ladi, zags bo'ladi. O'sha Hindiston qonun bo'yicha begona donorlik qilish mumkin emas. Faqat qonun bo'yicha, meditsina bo'yicha uni organ bo'yicha emas. Organ bo'yicha xohladigan
kelaveradi, lekin faqat qonun bo'yicha ruxsat yo'q. Endi hozir mana ayoli donorlik qildi akaga. Ayoli mutlaqo sog'lom chiqqan, buning uchun donorlik bo'ldi. Ertadan keyin turmush o'rtog'ining kelajagi, hayoti, farzand ko'rishi, yana misol uchun sirroz, peroz bo'lib qolish natijalari donorda unaqa narsalar bo'lmaydimi? Endi birinchidan kasallik boshqa narsa. Qayda o'sha farzandli bo'lish yoki boshqa narsa bu bilan aloqa yo'q. Jigar shunaqa organ ekanki, bir marta o'lsa, u o'zi o'saveradi. O'sib ketsa, undan keyin hech qanaqa manba yo'q. Donorlarni o'tini olib tashlasa problema bo'ladi degan vahimalar bo'ladi-da. U Endi oddiy narsa, agar o'tlarda to'sham bo'lib bo'lsa, o'shandan ham olib tashlanadi. Undan yaxshi, agar kimdirga yaxshilik kelgan bo'lsa, bu sadaqa deyiladi. Agar kimdirga yaxshilik kelsa, o'zi turmush o'rtog'iga yaxshilik kelyapti, undan nima aybi bor ekan? Hech qanaqa aybi yo'q. demak kelajakda donorimizga hayotiga yoki sog'lig'iga hech qanday Hech qanaqa manba yo'q, bu bilan aloqa yo'q. Xohladigan narsa kelaveradi, u joyda. Ha. Hozir mana bemorimizni qizil o'ngachda qon ketgan bo'yicha gepatit B D bo'yicha operatsiya qildilar, sirroz bo'yicha. Hozirgi holati 21 kun lecheniya olib chiqdi. Shu kungacha bo'lgan analizlar, holatlari qanaqa? Endi bu operatsiyadan keyin palataga yotgan ekan. Общий 21 kun atrofida yotgan bilinsada holatlari o'zi xudoga shukr yaxshi. Masalan, kayfiyat ham o'chib ketdi. Oldin rasa injiklik qilib gaplashib ham boshqacha kayfiyatda bo'lardi. Hozir gaplashsa javob ham beradi to'g'ri. Oldin gaplashganda javob ham bermasdi. Boshqacha. Masalan, kasallik demak ta'sir qilar. Kasallik ketsa, o'sha kasal injik keladi odamga. Agar kasallik ketsa, bu odam o'ziga holatga ketadi. Mana qiz ham o'tiryapti bularni. Qizlar ham kelgan yo'ninglar. O'zi ham aytib beradi, nima. Oldin bo'lgan, hozirgi avval qanaqa. Judayam yaxshi, xudoga shukr, hamma joy, hamma narsa yaxshi. Joyda kelgan oldingi hayotga ketavergan ekan, Holimjon aka. Allohga shukr. Rahmat sizlarga, kattakon. Endi aka mana to'langan pullar masalasi bo'yicha-da sizga birov misol uchun mana qo'lingizda $500 pul bilan keldingiz. To'g'rimi? Siz baland ovoz bilan gapiringchi, biz sizni analizlaringizni to'xtatdikmi, to'xtatmadikmi? Yo'q. G'alatis, mana shu kishilarga, mana shu Muhammad Muhsinga, mana shu yurtlarda hammalariga kattakon rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman. Men juda xursandman. $500 pul bilan davom etdi analiz. Davom etib. Siz Hindistonda turib, to'g'rimi? Hindistonda turib, ha. Operatsiyaga kirishingizda keyin $10,000 tashlab berishdi. Keyin mana to chiqib ketganingizcha hozir xalqimiz tomonidan sizga $20,000 bo'ldi pulingiz, to'g'rimi? $20,500. Bundan xursandmisiz? Albatta, men kechagi kuni ularga ham yozib duolar qilib qo'ydim. Sizlarga ham duo qilyaptim, men ichimdan aytdim. Namozlarimda Allohga shukr, rahmat sizlarga. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling.